Shunday qilib, vaqtinchalik jahon chempioni unvoni uchun jang mana shunday yakunlandi. Bu jangda Andre Dirrell va Jose Uzcategui to'qnashdi. Boshlanishida har ikkisi ham ehtiyotkorlik bilan harakat qildi. Zarba berish uchun qulay fursatni kutishardi. Uzcategui bosim o'tkazib, Dirrellni qo'lga olishga harakat qildi va bir necha qattiq zarbalarni yetkazishga muvaffaq bo'ldi. U kuchli pancher sifatida raunddan raundgacha ustunlikni o'z tomoniga og'dirdi. Raqibni o'rgangandan so'ng hatto hazilomuz tarzda uni boshini silab ham qo'ydi. Biroq bu ishora Andrega yoqmadi. U jangga jiddiy kirisha boshladi va keyingi raundlarda vaziyatni o'zgartirishga harakat qildi. Dirrell orqaga chekinib ko'proq nazorat qilishga intilardi, ammo Uzcategui tinimsiz bosim bilan ustiga chiqishga davom etdi. Bir payt Dirrell tashabbusni qo'lga kiritganday bo'ldi. Jangning ikkinchi yarmida ustunlikka chiqdi, ammo 8-raund yakuniga Dirrell bir lahza hushyorlikni yo'qotdi. Shu vaqtda Uzcategui kuchli dvoyka uradi. Dirrell ringga yiqiladi va hushdan ketadi. Lekin aynan shu zahoti gong chalingan edi. Sudya hech ikkilanmasdan jangchini diskvalifikatsiya qildi. Natijada jang rasmiy ravishda Dirrell foydasiga yakunlandi. Do'stlar, ushbu jang haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.